Bismillah, Lacetti avtomobillaridan boshladik. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 Lacetti avtomobilimiz. 100 qancha deb yurganmi? 288 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, bitta krilo sapachoylarda bor, ha? Bitta eshik sapachoy. Ha, bitta eshikmi? Bitta eshik sapachoylarda bor ekan, kraskasi. Qolgan joyi toza baraka bo'ladi, ha? To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. 1.8 motordagi ikkinchi pozitsiya Lacetti avtomobilimiz. Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Chexollari ham kiydirib qo'yilgan ekan, ko'rilari ham bor joyda. Metanmi, propanmi? Benzinmi? Gaz qo'yilmagan umuman. O, gaz qo'yilmagan. Gazi yo'g'idan ekan. Pulini nech bilyapsiz? Texnik holatida ish yo'qmi? Motorlari yog'i boshqa qilmaydimi? Motorlar uzun. Xo'p, tushunarli. Do'stlar, eshitdilaring. Motorlarida texnik holatida ish yo'q deyapti. Bitta detal eshikda, sapachoylarda kraskasi bor ekan. Puli nech puldingiz? 7000 kami. 7000 dollar kami bor. Olmasa gaz qo'yib beramiz. Hatto qo'ymadi, ishto'ba umuman qo'yilmagan ekan. Orqalar teshilmagan ekan. Ha, tushunarli. Endi u kelishuvga qarab to'g'rimi? Kelishuvga qarab. Xo'p, zadimidlarda kameralari ham bor ekan. Buni endi variant yo'li, ajdaniyasi, barteri bormi? Ozgina ajdani qilib beramiz, barter bor. Bitta telefon raqami ayting aka. 90lik 90lik 547 547 17 17. Keyingisi aka? 2011-yil. 2011. Kraskasi-chi? Kraskasi top toza 1.8. Ko'ringlar. 1.8 birinchi pozitsiya ekan. Yurgani qancha bo'ldi? 302 ming kilometr yurgan. Chexollari bor. Ko'rilari ham tashab qo'yilgan ekan, Yevro ko'ringlar. Gazchi aka buni? Buni metan gaz baloni bor. Kraskasini qancha dedingiz? Kraska toza. Kraskasi top toza 1.8. Avtomobilimizni yonboshdan ko'rinishlari. Aka, sapachoyga ham tegmaganmi? Sapachoyda bor ekan ishto'ba. Ha, o'ng tomoni sapachoyda bor ekan. Endi sapachoy ko'pchilik toza deb aytadi, chunki hisoblashmaydi. 1.8 motor. Xo'p, texnik holatlarda ish yo'q aka. Birorta yog' oqqan joyi yo'qmi buni? Chotki tiniq ekan. Puli nech bilyapsiz? 6700 kami. 6700 kami bor. Bozor nech pul aka? 6300 deb bermadingizmi? Endi ilashsa beramiz. Nasiyasichi? Yamasi ozgina 1-1.5 oy kelishaveramiz. Bitta telefon raqamini qaytarib qo'yaylik-da. 90lik 547 17 raqamga aloqa chiqasizlar. Video registratorlari ham qo'yib qo'yilgan ekan. Mashinamiz tiniq holatda ekan akalar. Oldi laboyga sonzashtalari ham tortilgan ekan shekilli. Bor ekan. Bunisi-chi, bunisi kimdan aka? Yo'q, uni mendan. Probegi qancha bo'ldi dedingiz? 302 ming kilometr yurgan ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqa chiqsin. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 1.8. 300 qancha dedingiz yurganmi? 600 ming kilometr yurgan 1.8 Lacetti avtomobilimiz. Shunga qatnagan ekan. Faqat Dalnex olgan ekan. Texnik holatlarda ish yo'q, ha? Kraskasi qanaqa? Bu yerda bor. Necha foiz? Примерно 20%. 20% taxminan deb aytib o'tilyapti. Pozitsiyamiz 1, rullar qo'yib qo'yilgan ekan, mexanika 600 ming kilometr yurgan. Metan gazlari bor, ha? Pulini nech bilyapsiz? Buni 58 aytyapsiz, tushib beramiz. Bozor qildimi? Endi chiqdi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Tushunarli. 12 yil. Yurgani qancha? Yurgani 600. Varianti barterlari-chi aka? Variant barterlari. Kelishaveramizmi? Telefon raqamini aytib qo'yaylik. 91lik 608 4808 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'lsa. Do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza 140 ming yurgan, halol deb aytayapti akamiz. Bu yerda kraskalar ozgina kuygan ekan, lekin unga ahamiyat bermaysizlar. Asosiysi kraskasi top toza ekan. Halol yurgani deb aytib o'tyapti. Dehqonchilik aka? Ha, dehqon. Dehqon akamiz o'zidan ekan. Balon holatdan ko'rinishlari. Metanlari bormi aka? Yo'q, gazi yo'q. Benzinda yurgan. Benzinda yurganmi? Chiqqandan beri benzinda yurgan ekan. Birinchi pozitsiyada mexanika. Xo'p. Chexollari bor, ko'rik yo'q ekan, lekin sidinalarga chexollar tashlab qo'yilgan ekan.
qozon holatdan ko'rinishlari go'zal holatda turibdi ekan. Yili nechi deysiz? 13. 2013. Do'stlar, 2013-yil qozon holatlari tiniq holatda turibdi ekan. Kraskasi top-toza lasetimiz 140 ming yurgan. Puli nechi pul deyapsiz? 7,5 ming kami bor. 7,5 ming dollar kami bor. Savdo qildim bozor. Endi kelishyapti. Qo'l qisgani bo'ldimi? Sir olmasa. Sir olmasa. Yo'q, hali dadil bir Ha, bo'ldi, yaxshigani yo'q. 1.8 motor, ha aka? Birinchi pozitsiya, biri 6 bo'lsa Yo'q, yo'q, yo'q. Katta ehtimol bilan 1.8. 1.8 aytdimi? 1.8 motor do'stlar. Motor hadoylarda ishi yo'qmi? yo'q, yo'q. Yaxshi, go'zal holatda ekan ko'rinishlari. Ishi qo'ysa, gaz qo'yib olish mumkin. Bo'lmasa ishi yo'q. Xo'p, nasiya, barter, qanaqa yo'llari bor? Naqqa. Faqat naqqami? Bizda Xohlagan genga boshqa chiqadi. Aka, qadaganni puli berasiz. Endi mijozlar qilaversin, yaqib qolsa, tushib qolsa dedimizga berib yuboraveradi. Moncha deyish qiyin baribir. Xo'p, taxminan aytingchi, manchalarga taxminan bitadi desangiz, prosta kraskasi toza yurgani kam. Bunaqasidan so'raganlar ko'pda. Yaqinlashtirib bitta aytib 7,5 qo'ying. mingdan o'tib beramiz. 7,5 mingdan o'tib beriladimi? Xo'p, do'stlar, eshitilaring, 7,5 ming dollardan o'tib beramiz deb aytib o'tyapti. Akamizni telefon raqamini yozib qo'yamiz. Telefon raqamingizni aytinglar. 93lik 215 215 1279 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Mana tozasidan 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, Lasettilarda davom etamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Ikkita detalda bor, kirillada deyishinglar. Yurgan qancha bo'ldi? 272 ming yurgan, ikkita detalda kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. Nima deysiz? Bo'ldi, xo'p. Rollar qo'yib qo'yilgan ekan. Mexanika, ikkinchi pozitsiya. Avtomobilimiz salondan ko'rinishlari, ko'ringlar tashab qo'yilgan. Gaz ballonlari joyida. Puli necha pul deyapsiz aka? 5800. Kami bor. Ozmoz kami. Barter nasiya yo'llarichi? Barter bor, nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Telefon raqami aytib qo'yaylik. 97lik 473 473 2080. 2080 raqamlariga aloqa chiqasizlar do'stlar. 2000 nechi deysiz? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 1.8 motor. Texnik holatlarda ish yo'q, ha? Xo'p, do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, do'stlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 avtomatidan izlaganlarga. Texnik holatida ish yo'qmi aka buni? Xo'p, oladi, minadi deb aytib o'tyapti. Kraskasi qancha? Bitta detal qolgan joyi toza. Bitta detal qolgan joylari toza deb aytib o'tilyapti. Balon holatdan ko'rinishlari. Pozitsiyasi 3 avtomat lyuki boridan rollar qo'yib qo'yilgan, monitorlar qo'yib qo'yilgan. Sidinalarda chexollari bor, kovriklari ham tashab qo'yilgan ekan. Metanmi, propanmi? Metan aka, ustali. Ustali metan. Puli necha pul deyapsiz? 6200 dan oldin beraman. 6200. Bozor qildimi? Sirovimiz qancha? Aka, telefon qilib olsang kelishadi. Barter nasiya yo'llarichi? Nasiya yo'q, qo'ygan hamma yo'q bor aka. Telefon raqami aytib qo'ying. 93lik 483 1101 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz jentra qilingan ekan. Yil necha? 2011 mi? 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz jentra qilingan ekan. Yurgani qancha bo'ldi? 410 ming aka, motor, radar, korobka, umuman ishi yo'q. 1.8 motor. 1.8 konsertlarga ishlab. Xo'p, 1.8 motor jentra qilingan. Ko'riklari bor, chexollari ham bor. Yurgani qancha dedingiz? 410 ming kilometr yurib o'tibdi. Kraskasi-chi? Kraskasi oldida bor, xolos aka, jentra. Shu detallar almashgan joylardami? Aka, sapa joylarda bor. Puli necha pul deyapsiz? 6,5 mingdan to'lanadi. 6,5 ming dollar kami bor. Bitta yumshoq balon aka. Bitta yumshoq balon yangi qo'yib qo'yilgan ekan. Savdo bo'ldimi aka? Bo'ldi aka. Qancha qilishdi? 58,5 ming beraman. 5850 dollar bozor ko'ribdi do'stlar. Telefon raqami aytib qo'ying bitta. Telefon raqami 93lik 483
1101 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Retra qilingan Lacetti avtomobilimiz. Hamma ma'lumotlarni aytib o'tdim. Qilingan bahosini ham aytib o'tdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek aytgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. 1.8 a? 1.8 motor. Aka, buni texnik holatida ishi yo'qmi? Xo'p, texnik holati yaxshi deb aytib o'tilyapti. 30% kraskasi bor. Hozir birdan. Yurgani qancha bo'ldi aka? 475 ming. 475 ming kilometr yurgan. Salon holatdagi ko'rinishlari, birinchi pozitsiya, mexanika. Xo'p, sidinalariga chexollari, ko'riklar tashlab qo'yilgan. Gazi bor aka? Avtomobilimiz yonboshdan ko'rinishlari. Balon holatdan ko'rinishlari. Buni puli necha pul deyapsiz? 6000 dollar kami bor. 6000 dollar kami bor. Bozor necha pul qildi aka, sir bo'lmasa? 5,5 million. Tushunarli. Endi telefon raqamini nima qilamiz? Sразу olamiz buni. 13. 2013 kraskasi, Kraskasi buniki 30%. 30% kraskasi bor. 1.8 motor. 1.8 motor. 12 13. Balon holatdan ko'rinishlari. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 600 ming kilometr yurib o'tgan birinchi pozitsiyadagi mexanika. Monitorlar qo'yib qo'yilgan, sidinada chexollari bor. Ko'riklari ham bor. Metani bormi aka buni? Metan gaz balonlari o'rnatib qo'yilgan ekan. Xo'p. Yo'q, 6 ming. Buni ham puli 6000 dollarmi? Yo'lini qilib beraman. Xo'p, buni aka Nasiya barter yo'llari-chi? Barterlarimiz bor, Nasiyaga yo'q. Nasiya yo'q. Telefon raqamini aytib qo'yaylik. Telefon raqamlarimiz 94 564 94 564 77 07. 77 07. Yana sherigimiz bor 95 200 02 02. 200 02 02 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Lacetti izlagan do'stlarimizga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Do'stlar, navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 35% deb aytib o'tilyapti. 1.8 motor. Texnik holatida ishi yo'qmi? Motor yog' yemaydimi? Avtomobilimiz ham boshdan ko'rinishlari, balonlari kelib qolibdi lekin. Hop, balonlarni almashtiradigan bo'lib qolibdi. Birinchi pozitsiyadagi mexanika Lacetti avtomobilimiz. Yurgani qancha bo'ldi? 343 ming kilometr yurib o'tibdi. Gazi bor, a? Puli necha pul deyapsiz? 5,5 mingga beramiz. Bozor savdo qildimi aka? Yo'q, endi nasiya so'rashyapti. Nasiyaga berasizmi? Yo'q, naqdga yo'q. Qanday barterchi? Yo'q, barteramiz. Dehqonchilikmi? Dekonchilik. Ha, dehqon akamizdan ekan do'stlar. Telefon raqamini aytib qo'yaylik. 93lik 93lik 631 631 69 69 19. 19 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Ko'riklari bor, chexollari ham bor sidinalarida. Mashinamiz saloni yaxshi приятный minilgan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar aytilgan telefon raqamlariga.